Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemeni körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini tapqan programma. Assalamu alaikum. Hürmetlik Mehmet Toxtependi, yaxşımısınız? Aleykümselam. Onda özünüzə yaxşı turamsızlar. Yaxşı, salamet. Assalamu alaikum hürmetlik görermen, anlarmen. Men şunda qarayman programmasıga hoş geldiniz. Bugün Mehmet Toxti Efendi'nin Xitayning Uyg'urlarga yurgizib atgan irqiy qirg'inchiligiga qanday qaraydiganligiga qaraymiz. Oldi bilan Mehmet Toxti Efendi'den vatanimizda yuz berib atgan irqiy qirg'inchilikning xarakteri, mohiyati to'g'risida savol so'raymiz. Ondan Mehmet Toxti Efendi'nin bu qirg'inchilik haqidagi ba'zi tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Oldi bilan Mehmet Efendi vatanda Xitoy Uyg'urlarga yurgizib atgan bu irqiy qirg'inchilikning xarakterini, mohiyatini qandaq aniqlaysiz? Köp rahmet. Aldı bilen bu programmaga mübarek olsun. İnşallah halkımızın köp xil fikirlerge erişişi ve her xil fikirler asasında özlerinin milli ve halkaralık meseleler hakkında fikirlerini şekillendirişi, onun için faydalı oluşunu arzu kılımın. Vatandaki irqiy qirg'inchilik meselesi menimcha meyli köpligen Uyghur da'vogarlarimizday, ziyolilarimizday yoki avom xalqday bu vatan ishidagina o'z ichiga oldi. Menimcha irqiy qirg'inchilikning hozir bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni ko'lami, chunqurligi va uzun muddatli ta'sir haqida xalqimiz yetarlik talash tortish qilmadi deb o'ylayman. Shunlashqa bu bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni yuzaki qarayapti deb o'ylayman. Mening nazarimda Uyg'ur xalqi hayot mamotlik bir bosqichga kirdi. Buni qandaqdir qaramsarlik yoki umidsizlik paydo qilish uchun so'zlayotganim yo'q. Men bu haqida uzundan buyon shu vatanda bo'layotgan kelayotgan xabarlarga qarayapman. Tarixda bu burunlarda shunday voqealar bo'lganmi? Buning oqibati nega ilib boradi? Xalqimizga, millatimizning kelgusiga buning keltiradigan salbiy nimasi oqibati nadichi shu narsa kallamda uzundan buyon bor. Shunlashqa men buni Uyg'ur xalqining tarixdagi bo'libmi yaqin zamon tariximizdagi hayotlik va mamotlik davri deb qarayman. U deyishimda bir qancha sabab bor. Irqiy qirg'inchilik so'zi yoki Uyg'ur qirg'inchiligi deyli yoki genocide qaysi so'zni ishlatayli. Bu bir millatning tubdan yo'qotilishiga qartilgan so'z bo'lmasdan ma'lum guruh yoki u diniy guruh bo'lsin, milliy guruh bo'lsin, ijtimoiy, madaniy guruh bo'lsin, bularning qisman va to'liq o'ldirilishi, zulm qiyinchilikqa uchrashi, ma'naviy jihatdan ularning barbod qilinishi yoki bo'lmaydi bularning fiziki jihatdan, vujudiy jihatdan yo'q bo'lishini keltirib chiqaradigan shunday bir sharoitning davlat tarafidan hozirlanishi, bularning tabiiy tug'ish nisbatining tug'ish huquqining cheklanishi va bolalarning ota-onalarni ayrilishiga bir qancha kategoriya bo'yicha 1947-yili aniqlab berilgan. Shunlashqa dunyoda ilib berilgan yaqin zamondagi irqiy qirg'inchilik voqealar qarasak,
Yahudilar masalan erkak qirg'inchilikqa yo'liqdi, ammo Yahudilar hozirgacha Yahudiy bo'lib davom qilib keldi. Nimalar qarasak, Bosniyadagi musulmonlarga erkak qirg'inchilik bo'ldi, ammo bosniyaliklar davlatini qurib, Bosniyalik qilib davom qilyapti. Shunga o'xshash nurg'un misollarni ko'rsatamiz. Ammo erkak qirg'inchilik uchrab Xitoyning qo'lida mavjudligini yo'qotib qo'ygan millatlar bor. Masalan, o'tgan asrning o'sha vaqtlardan biroz 120 yil burungi tarix qarasak, Manjular Xitoyda davlat so'ragan millatdi. Cho'ng sulolasida. Buni hozir qarasak, u Manjulardan qanchalikni ko'ra olamiz. Shunga o'xshash 1947-yilgacha Germaniyaning atrofidagi hozir Polsha rayonlaridagi Prussiya degan bir davlat vardı, bir millat vardı. Ulardan nima qilib qoldi hozir? Hatto Prussiya desak, nurg'un qarindoshlarimiz nima deydi madam deydi. Germaniyada Yevropada kuchli davlat qurgan bir millatdi u. Mushular hozir yo'q. Buni tilga olishimning sababi hozir Uyg'urlar yuz tutayotgan vaziyat dal mushularga o'xshaydi. Bizning Bosniyadagi erkak qirg'inchilik yoki Uganda va boshqa yerdagi erkak qirg'inchilikdan bekerak yoki Rohingyaliklarning beshik kelgandan Uyg'urlarning beshik kelgan bu erkak qirg'inchilik Ruslarning beshik kelganga o'xshaydi, Manjularning beshik kelganga o'xshaydi. Shunlashqa va Uyg'urlarning bu beshik kelgan erkak qirg'inchilikning hayot mamatlik masalasi deb qarayman. Milliy istiqbolimiz to'g'risidan shu sababdanmi bizning ziyolilarimiz bo'lsin, tashkilotlarimiz bo'lsin, avom xalqning buni yetarlik tigi yetmaganligi millatimizning kelgusiga keltirib chiqaradigan bo'libmi oldimizdagi 20-30 yilda qanday oqibatlarning yuz berish ehtimoli haqida yetarlik talash tortish yoki fikr yurgizmadi deb qarayman. O hozirgi ya'ni siz deyotganingiz 2017-yildagi boshlangan irqiy qirg'inchilik deb atsak, mushu irqiy qirg'inchilikning siz uni hayot mamatlik degan mushundaq bir aniqlamada aytyapsiz, ya'ni Uyg'ur millatining hayot mamatiga munosabatlik, hayotlik va mamatiga munosabatlik bir qirg'inchilik yoki shundaq bir bosqichga yetdi edi. Undaq bo'lsa, bu qirg'inchilikni biz yana bizning mustamlik tariximizda yuz berib o'tgan, masalan 1957-yildagi va shundaqla uningdan burungi 1937-yildagi qirg'inchiliklarga silishtirganda hayot mamatlik degan mushu sifat qandaq ayırıydı mush qirg'inchiliklarni? Ya'ni farqi nima? Nayeti halqılık sual. Yani Şarkı Türkistan halkı yalnız 1949-yildagi keyingi ishg'oldan emas. Uningdan burungi 50-shay davri bo'lsin yoki boshqa davrlarda bo'lsin, bu erkiy qirg'inchilik Uyg'urlar qartilgan qisman yoki top-yakun milliy millat sifatida o'ltirish, bozak qilish, qirg'in qilish bular bo'lgan. Lekin millat shu vaqtning sharoitidagi bo'lgan imkonlar sohasida bular tili, an'anasi, hatto 1911-yildagi Temur xalifaning Qumildagi qo'zg'olon qarasak, bir Xitoy amaldorlarining bir Uyg'ur qiziga ko'z silib, men shuni bilan to'y qilaman deginiga qarshi bo'lgan isyon. Ya'ni Uyg'ur xalqidagi milliy vijdon, Uyg'ur xalqining milliy g'urur bu narsalar o'lmagan. 1920-yillarda o'lmagan, 1930-yillarda o'lmagan. 1949-yildan keyin Uyg'ur, ya'ni har qanday millatni yolg'iz uning ko'rinishi millat qilmaydi. O millatning tarixdan bir shakllangan bir qimmat qarashi bo'ladi. Bu qimmat qarashlar diniy shakldan bo'lsin, yoki an'ana bo'lsin, yoki madaniyat bo'lsin, til, yoziq, san'at, binokorlik, musha hammasi mujassamlanib shu millatga vakillik qiladigan, shundoq bir narsalarni ko'rsa shu millatning a'zolari hayajonlanadigan yoki shu narsalarga nisbatan o'zining yuragida bir mehr muhabbat, rishta
bir ıssiq bir hayajon, bir tuyg'u shakllantirgan shunday o'rtaq bir qimmat saqlanib qolgan. Endi hozirgi shaklida o lagerdagi hozirgacha buning lagerda xalqimizning qandoq bir ig'ir sharoitda qandoq bir inglizlar transformation deydi, ya'ni bir tushuncha shaklidan yana bir tushuncha shakliga xitoylarning zhuanhua deganning ma'nosi shu uyg'urlarni o'zgartirish, ya'ni milliy va diniy jihatdan tandirish, milliy g'ururini o'ltirish, ya'ni yemayman deganni majburiy yegizish, qilmayman deganni majburiy qilg'izish uyg'ur xalqining tarixdan bir shakllantirgan ijtimoiy to'soqlari bor. Ve mayaga çıkılman bunun keyingisi. Bunun ismini odatlik tilda padishab deymiz, adab axloq deymiz, milliy urf odat deymiz, yoki diniy tilda halol harom deymiz. Bu narsalar Uyg'ur xalqini belgilik bir qimmat ramkasining ichida saqlab, Uyg'ur xalqining soplig'ini, qimmat qarashidagi bu uzluksizlikni saqlab kelgan. Yani mazarlık medeniyeti bu mındaqla bir topu dövlep koygan iş emas. Binakarlık mındaqla yağaçlarını yontup bir şekil kirgizgen iş emas. Tarixten beri közümüz şunu körep kelgen, şunun bilen bizning rishtimiz bağlangan mazarlıklarda atıp boğularımız. Balam ma senin çoğun dadağının mazarı dep bizge tarix bilen kelgüsü evlatlarını tutaştırdıgan bir tügün. Muşundaq mesele tarixten beri bazır kadar hırıska düşkenmigen. Uyghur milletinin ippiti, nomusi, Uyghur halkının vicdanı, Uyghur halkının milli kimligi hazır kadar bunda hırıska düşkenmigen. Fizikalik jihatdan Uyghur halkı nayt iğir zulümlarını köygen, kırgınçılıklarını köygen, ama qimmat ve Uyghur halkını Uyghur halkı kıygan özüge has alaydilikler. Bu bundaq bir hırıska düşkenmigen. Hazır tilimizden tutaylı tariximizgacha, oila qimmat qarashimizdan tutaylı ijtimoiy hamma narsamizgacha. Mushu narsalarning hammasi xirasga duch kelyapti. Shunlashqa Uyg'ur xalqi yolg'iz jismi bilan lam bir Uyg'urga o'xshagan bilan lam Uyg'ur bo'lmaydi u. Uyg'ur xalqi mana mushlar bilan millat bo'lib shakllandi va davom qiladi. Uyg'ur xalqining mushu ma'naviy va moddiy mushu mavjudligi va hozirgacha asrlardan beri shakllanib davom qilgan mushu qimmat qarashlari hozir vatandagi avval qarasak buni ko'ramaymiz. Bu lager shuning uchun, ya'ni qarindoshlarimiz bu irqiy qirg'inchilik masalasini qandoqdi, mancha yuz ming yoki million Uyg'ur o'ldi yoki mancha million inson lagerga solandi deb buni belgilik bir simvollik so'zlar bilan tushunyapti. Lekin Xitoyning ijro qilayotgan hozirgi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ichida bu lager buning birisi. Uyg'ur ziyolilarini tubdan yo'q qilish bu irqiy qirg'inchilikning birisi, ya'ni Uyg'ur jamiyatini boshsiz, ya'ni cho'poni bo'lmagan qo'y sürüsiga aylantirish. Bu irqiy qirg'inchilikning bir tarkibi. Anadaki Uyg'urlarning milliy diniy va Uyg'urlarni Uyg'ur qilgan qizil siziqlarining hammani yo'q qilib, Uyg'urlarning bu tirkishish nuqtalari var. Men mana qilmayman deydigan hammasini birdan vayron qilib, Uyg'urlarni qilmayman degan har qanday nuqtalarga nisbatan shularni qiladigan, hatto o'zi xolab qiladigan nuqtaga aylantirish buning yana bir qismi. Bolalarni ota-onadan ayirib o'tish buning bir qismi. Anadaki yaşı 20'den 45 yaşgacha bo'lganlarni mecburiy emgak sifatida oilalarni vayron qilib boshqa yerlarga yo'tkab, bularni yerim askariy kontrollik bilan tutib, bularning oila qurishini to'sash, shu orqali bularning ko'payishining oldini olish, bular buning ayrim bir qismi. Anadaki Uyg'urlarni Uyg'ur qilgan ma'naviy meros va ma'naviy qimmat qarashli, qimmat medeni miraslarımızın ağrı bitiş, bunun ayrım bir kısmı. Mesela Rahila Davut nime dep turmadı? Bu folklor tetkik kılgan ayal. Bu folklor nime Uygurlarının medeniyeti uzaktan bir yanda şunu tetkik kılgan ayal. Nurgun alimlarının turmalarda azırgıçı nime yoqap ketkeni, delmişi yani Uygurlarını
Ötmüş bilen emas, yaqinki ötmüş bilenmi tamamen ularning beg'ini tamamen üzüp etiş. Anadan keyin Uyg'urlarda başkadan bir ijtimoiy loyihalash orqali başka bir jamiyat tarkibi yaratish Uyg'urga o'xshaydigan, lekin taklimikanda hayajon his qilmaydigan. Qashqay hitka desa bir binoning bunday bir seriq rangga bo'yalgan narsa deb qaraydigan, Uyg'ur muqomi yuragida hech qandaq bir bog'lanish, kichikgina bir tuyg'usida bir harakat paydo qilmaydigan. Yani Uyg'urlik bilan Uyg'urni Uyg'ur qilgan qimmat qarash bilan tamamen yot mushundaq bir kishilar to'plami bizning vatanda hozir shakllanadi. Unda bo'lg'achqa Uyg'urlar hayot mamat ostida qilyotidi deyishimning sababi dal shu. Balkim Uyg'urga o'xshaydigan bir qism insonlarimiz davomlashishi mumkin. 10-20% qarindoshlarimiz tirkishi mumkin. Lekin 70-80-90% insonlar mushunday qoladi. Eng muhimi Uyg'ur xalqi tarixdan buyanmi xilma-xil millatlar bilan ya shu jo'grafiyadagi insonlar bilan qanjatdan aralashgan, Mo'ng'ullar bilan aralashgan va boshqalar bilan aralashgan. Lekin Uyg'urning hokimiyati saqlanib kelgan. Ya'ni aralashgan taqdirdami insonlar o'zini Uyg'ur deb nima qilib shunday qilib kelgan. Hozir hamda tamamen yot bizning qon sistemimizga, madaniyat yoki etno kültürel alayligimizga tamamen zıt bo'lgan bir zalim hokimiyat o'zining odamlarini bizning xonim qizlarimizga zo'lab yoki shularga mukofot berib, ya'ni davlat qo'li bilan bedikchilik qilyotdi. Devlet qo'li bilan Uyg'ur qizlarimizni setyapti. Hozir bu vatandan chiqqan bir qism qarindoshlar bilan yaqindan buyon men ko'rishiman. Qashqa, Xotan Mushu tafsilotni so'zlashdan burun Mehmet Efendi sizningki mushu hayot mamatlik degan sifatimiz mushu milliy qirg'inchilikqa berilgan mushu sifatimiz to'g'risida yana biroz to'xtalaylik va bir ko'rmanlarga, anglarmanlarga bir aniqlama berib o'taylik. Hayot mamatlik bosqichi yoki hayot mamatlik girdobi yoki holati nima deb atsak ataylik. Lekin bu bizga faqat Uyg'urlarningki hozirgi milliy mavjudligining tahdid etgan tarixda ko'rilib boqmagan tahdidga uchraganligini bildirdi. Shundaymi? Sizning bu tabirimiz. Agar shunday bo'lsa, Uyg'urlarning milliy mavjudligi nimani ko'rsatadi? Ya'ni Uyg'urlarning milliy mavjudligi ularningki urf-odatlarini, tilini, dinini, madaniyatini bildiramdi. Yoki bo'lmasa ularning milliy mavjudligi ularning bir millat sifatidagi, ya'ni oz sonliq millat yoki etnik sifatidagi emas, balki davlati munqarz bo'lgan, o'zi mustamliki bo'lgan bir millatning mavjudligini ko'rsatadi. Mushni oldi bilan bir aniqlab o'taylik. Andan keyin biroz burun siz so'zlagan nuqtani davom qilmay. Bu orqali bir savol. Uyg'ur xalqi ishg'oldan keyin mayli qanday qilib bo'lmasin 1930-yillar hattoki Yaqub Bey davridan keyingi ba'zi az bo'lgan ba'zi tarixiy yozishmalarni ko'rdim men. Buni qarindoshlarimiz bir yerdan topdi. 3-4 yil burun biz bir advokatga Sharqiy Turkistonning qonuniy salohiyati haqida qurultay boshlatgan bir nimani ishga kirishgan. Shu mezgilda qo'limizda nimalar bor? O'sha Sharqiy Turkistonning qonuniy salohiyatini aniqlaydigan va mushuning ishimizga yaraydigan deb dunyoning har qaysi yerlaridagi mushu Uyg'ur tarix bilan munosabatli tarixchilar, Uyg'urlar, O'rta Osiyadagilar, Yaponiya, Tayvan, Moskva degandek jiq yerlardan nima bor, nima yo'q. Bir qor tarab chiqqan. Shu vaqtlarda
dastlabda qo'limizga tushgan ba'zi narsalar qarasaqmi, Uyg'urlarning bu mayli Yoqub Bey davridan keyingi Manjularning besib kirish davri bo'lsin, shu vaqtlardan boshlab Uyg'urlardagi milliy davlatni qurish, milliy mustaqillik ideyasi va irodasi har vaqt mavjud bo'lib turgan shu hujjatlarda shu aniq ifodalanadi. 1920lardan keyin 1920larda bo'lsin yoki bo'lmaydi, hatto Xitoylardagi Shanxay inqilobi deb boshlangan 1911-yildagi cho'ng bir nima bor, cho'ng sulolasi qarshi shu vaqtlardagi Xitoydagi shu iqlimga parallel oldi bizning vatan qarasaqmi, Xo'janiyaz inqilobi qumurligi va boshqa shuni olib milliy mustaqillik irodasi va milliy o'zining davlatini qurish, o'z-o'ziga xo'ja bo'lish shu orzusining hech bir vaqt yo'qolmagan, saqlanib qolgan, shu bo'yicha davom qilganligini ko'ramiz. Taki Xitoylar 49-yil besib olgandan keyin 56-yillar nurg'un bizning ziyolilarimiz qo'lga olindi. Mening bevosita suhbatiga dahil bo'lgan, masalan, Qog'liqdagi Abdulakim Mahsumajin. Shu odamlar Sharqiy Turkiston hukumat qurdi deb qo'lga olinganlar diniyada. Shu nimalarni deb berdigan menga. Ya'ni hozir mayli 1980-yillar toki 91-yili Sovetlar yemirilgandan keyin Mao Zedong degan gap bor, Sovetlarning buguni Xitoyning ersi degan. Ya'ni bu narsa Sharqiy Turkiston xalqining ozodlikka, milliy davlatini qurishga bo'lgan orzusi har xil shaklda, mayli qo'ldan chiqish kelmasami, Barin inqilobi deymiz, G'ulji deymiz, Urumchidagi o'quvchilar hamma narsaning tagida shu davlat qurish orzusi. Yoki uni O'chqashqar ifodalasin, yoki uni bir boshqa shaklda ifodalasin, bu mavjud bo'lib kelgan. Hozir men bu hayot mamotlik masalasiga shunday bir krizga duch keldi Uyg'ur xalqi deganimda, dal Uyg'ur xalqining milliy orzusi bo'lgan, milliy irodasi bo'lib davom qilib kelgan o'zining milliy davlatini qurishdan iborat mushu ximiy turish, mushu turk, mushuninga Xitoy hujum qiladi. Ya'ni Uyg'urlarning mushu irodasini talto'kis yo'qdib, Uyg'urga o'xshaydigan bir millat yashasin. Ammo davlat quraman, men millatimda, men ayrim butun kimlik, har qanday Uyg'urni Uyg'ur qilgan moddiy, ma'naviy hamma narsadan orib, Xitoy orzu qilgan, Xitoy xohlagan shunday bir ijtimoiy loyihalash bosqichidan o'tkazib Uyg'urlarni, inglizlar social engineering deydi-ku. Shu bosqichni o'tkazib, shu Xitoyning ko'ngliga yoqadigan bir Uyg'ur tipi yaratish. Şunlaşka bu yerdeki hayat mamatlık meselesi de bu gapni oturup koyuşunun sebebi şu. Şu anni Uygurlarda esirdim bu yan şu munqariz hayatada yaşap turup mu fakat vazgeçmegen milli devletine kuruş, milli devlet asasında özünün milletini ve milletinin kelgüsünü şekillendiriş. Kuruş mu, asker keltiriş mu Mehmet Efendi? Onu asli keltirish deyli yoki qurish deyli bir davlat qurildi hamda. Bunun bu yerda hamda nima desangiz siz hozir nimani bir orzuni, ya'ni bir mustaqil davlat quradigan orzuni ifodaladingiz Uyg'urlardagi, lekin bundaq orzu hatto burun davlat qurib boqmagan, mustamlika bo'lib boqmagan, davlati munqarz bo'lib boqmagan xalqlarmi orzu qiladi. Masalan, nurg'un xalqlar mesela hazır anlattıysa nimen alaylı, Şang'ın alaylı, Tayvan'ın alaylı, bulamı, şu mustakillikni arzu kıladığan, Xitaylarning arasındaki mustakillikni arzu kıladığan bir xalqlar. Yani öz Xitay bolsun o'xshash. Lekin bular burun davlat qurib baxmagan va shundaqla burun qurgan davlati munqarz bo'lgan, o'zlari mustamlik bo'lgan xalq emas. Yani demakchi bo'lganim, Uyg'urlarningki bu arzusi fakat arzula emas, yani bir devlet, yeni bir devlet kurup çıkıdığan bir arzu emas, munqarz bo'lgan devletini qutuldirish, yani devletini, munqarz devletini asliga keltirish degandan iboratdan bu ikkisining farqi meningcha zo'r. Lekin albatta sizning degan vaqtingizda mushundaq arzusi davomlashib kelgani tarixdan tortib Uyg'urlarniki, lekin siz uni
Nimeden başladınız? Kaşgariya devletinden. Lekin Kaşgariya devletinin özümü Uygur milletinin munqarz devletini ve şundaqla işgal kılıngan zeminini azat kılış arzusunun bir namayendesiydi Kaşgariya devletimi. Çünkü Uygurlarning haqiqiy ishg'ol qilingan davlati Qashqariya davlati emas, u Qashqariya davlati degan asliga kelgan davlat. Amaliyotda haqiqiy munqarz qilingan, ishg'ol qilingan, qitib ilingan Xitoy Manchu imperiyasiga davlat bizningki eng oxirgi xonliqimiz bo'lgan Saudiya xonliqi. Endi mening bu yerda demoqchi bo'lganim Uyg'urlar az sonliq millat emas, chunki ular davlat qurgan va davlati munqarz bo'lgan. Hozir shu davlatini, munqarz davlatini asliga keltirish uchun kurash qilayotgan bir millat, harakat qilayotgan bir millat shaklida. Mushunda bo'lgan vaqtida sizning hayot mamatliq krizisiga duch kelgan mushu millat demak o'zining davlatini asliga keltirishdan iborat mushundaq bir g'oyasining bu millat tarafidan yo'qoladiganligi, yo'qolmasimi ne bildirdi demoqchi bu. Ya, men onu demoqchi emas, ammo atalığına qisqacha. Deganimizda bizning tariximizda bo'libmi uzunga ketmayli, men 92-yili Turkiyaga kelib uzun o'tmay birinchi qatimliq milliy qurultay qurilgandimi shu temalar talash tartishganda. Qandaqdir aslida milliy mustaqilligimizni asliga keltirish, ya'ni liberation degan so'zi İngilizce liberation, yani azat qilish. Davlatning vaqti bisvinda xuddi Falastin azatlik tashkiloti deydi. To'g'ri. Mushu narsalar 92-yilmi deyilgan. Qandaqdir bizning asosiy iqlim davorimizda, ya'ni shu istiqlol, ya'ni shu mustaqil deb, klishe deymiz inglizcha, ig'izimizga ko'nab qolgan gap. Amaliyotda siz o'tirib qo'ygan farq 92-yilda men vaqtida kichik vaqtlarimiz mushu gaplar bo'lingan, talash tartish qilingan, pat değildi bu gaplar, lekin qandaqdir Uyg'ur xalqida siyosiy atalg'ulardagi muqimsizlik, radga tushmaganlik, aniq berilmaganlik, hozir ko'chalar mushu xalqimiz o'tirib deyilib yotgan nurg'un suhbatlar qarasammi, atalg'ularda aniqlama degan narsa yo'q, hammadan o'z degan so'zlar bor. Shuningdan kelib chiqqan, ya'ni qandaqdir mavqe yoki mening ani qabul qilib, meni rad qilganimdir emas, meni aniq deb asl to'g'risi shu East Turkiston independence emas, East Turkiston liberation. To'g'risi, ya'ni Sharqiy Turkistonning ozotligi. Yo'da eng to'g'ri ismni ishlatgan Mamtimin Hazrat shu nimani qo'ygan. Turkiston ozodlik tashkiloti. Shunami East Turkiston liberation organization. Lekin hozir asosliq bu tashkilotlarning hammasi qarasak, eng hech kimni yaratmaydigan haddidan tashqin millatchilarmi Sharqiy Turkiston mustaqilligini yo'g'on ko'tarib oladi endi. To'g'ri. Mavqe masalasi emas, ko'nab qolganlikdan bo'lgan. Endi hozir bu xalqimizning irodasini sundirish deganda davlatini asliga keltirishdan iborat, shonliq tarixini asliga keltirishdan iborat ma irodaning Xitoy tarafidan sundirilayotganligini yoki shuni yo'qotishga bütün devlet gücü bilen, yoki ikkinchi bixlanib chiqmasin deb shuni oldini olish uchun bir kesib tamamen shu ujuqtirib o'tish, tunjuqtirib o'tish. Siz shundak bo'ldi deb o'ylaysiz, shundaqmi hozir so'zlarimda? Bo'lyotdi deb o'ylayman. Xitoyning siyosatining natijasi shu yerga olib boradi deb o'ylayman. Ya'ni hayot mamatlik deyishimning sababi shu. Ya hayot qolamiz, ya yo'q bo'lamiz. Shundaq bir tanlashga mecbur bo'layotimiz deyishimning sababi shu. Ya'ni Xitoy bizning tariximizga kelganda mayli o'zlari Xitoycha bizning tariximizda qandaq laylasin ya yezib tashviq qilsin, bizning tariximizda Xitoylarni ayt yaxshi bildi. To'g'risini yaxshi biladi. Bu millatning qaysar millatligini biladi, tarixda davlat qo'ygan, madaniyat yaratgan, dunyo madaniyatiga tuhfa qo'shgan, shuncha asrlardan buyon
u dolqun bu dolqun Moğollarning istilasi aşındak balayı afetdimi? Saqlanıp hazırgacha kelgan bir millat ekanligini bu Xitoylar obdan bildi. Yani bu milletimizning tarixida şonliq bir sayıplarning borligini hech bir vaqt Uyg'ur xalqi ijoddan mustaqil davlatini asliga keltirishdan iborat bu arzu buni voz kechmaydi Xitoylar obdan bildi. Ya'ni chunki Xitoylarning qo'lga olgan shu kommunist Xitoy kelgandan keyingi tarix qarasak qo'lga olgan yerlik millatchi aksini qilibchi oqchi ko'kchi dumbaqchi bular bilmamdi bularni sotlagani chiqqan nimalarning hammasi shu Sharqiy Turkiston davlatining asliga keltirish uchun qilgan faoliyatlarning jug'lanmasi bizning shu Xitoylarning keyingi davrda turish tariximiz. Shu sababdan Xitoylar obdan biladi. Hozir Xitoylardan obdan bilgan nim bo'yicha bizga hujum qilishining sababi qandaqdir bizning biroz xo'rikimiz o'ta o'sib qoldimi Uyg'urlarning biroz chechini qirqib qo'yib biroz pastgo'yga tushsin 15 yildagi yana 40 oy emas. 49-yildan o'sha 2014-yilga bo'lgan mezgil choch qirqish mezgili Xitoyning. Pat-patli besib qo'yib, yana kichikkina bir nafas og'ili qo'yib, undan keyin pat-patli besib qo'yib yoki Uyg'ur xalqining ma'lum qismini besib qo'yib, qolganlarga biroz nafas yo'li berib, hozirgi sondaqa emas, top yakun sistemalar toki arzuyimga shu hosil bo'lmaguncha to'xtamayman degan katta iroda bilan bo'lyapti. Shu sababdan bu qandaqdir bu Xi Jinpingning plani emas. Nankaydan iborat tadqiqot markazlaridan Xitoyga sungan nimalar bor Xi Jinpingga. Buni qanday qilish haqida ijtimoiy akademiyalarning, akademik markazlarning Xitoydagi tadqiqot markazlarining bu Uyg'urlarni tamoman nim qilish uchun qanday qilish kerak 4-5 turli planlar bor. Nopos almashtirish bilan birisi Uyg'urlarni ichkiriga, Xitoy noposini nimaga Sharqiy Turkistonga. Mushundaq majburiy ritmlik yoki maslashgan jamiyat, harmoniya society degan ma'noda Uyg'ur qizlariga shu Xitoylarni bidiglik qilib, ashularni rag'batlantirib, pul berib, mukofot berib, bular hammasi davlatning bir tutash siyosatlar. Anan qo'libi ketman tutadigan yoki qo'ral tutadigan yoki bir mushatalaydigan Uyg'urlarni opirib ishkirlarga kech kunduz emgak. Bu hammasi bir tutash bo'layotgan narsa. Hozir bo'libmi o'sha 2014-yildan keyin tug'ilgan o'smirlarimiz qarasak, bular boshqacha muhit cho'ng bo'ldi, lekin bu muhitning cho'ng'igan muhitini bularga ig'ir darajada ta'sir qilganligini ko'ramiz. Ya'ni tilidagi ojizlik bo'lsin, milliy ong bo'lsin, qandaqdir sunniy bisim asti shakllangan shu Junxo millati degan hukmning bularga qilishida egallagan salmoqqa qarasak, ig'ir salmoqni egallaydi. Chunki uning qo'shimcha ozuq, ma'naviy ozuq yo'q. Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati, burunlarda bor bo'lgan buloq tarix jurnallari, o'tkir she'rlar, insonning g'ururini g'idiqlaydigan adabiy asarlar, bundaq narsalar yo'q. Bir taraflama qilib tashviqot. Shu sababdan yosh o'smirlarimiz hozir yetib chiqayotgan, anadan keyin shu Xitoy pushta aralashgan nupusimizning bundan keyin belgilik nisbatni egallashi shularni hamma qarasak, Pruslar shunday bo'lgan. 47-yildan keyin shu Germanlar majburiy bularga shu erlari ularni mustoy qilib, o cho'nglar o'lab ketadi deydi. Bu uzun so'zilgan bir ish. 10-20 yil ichida belgilik nupusning belgilik qismi o'lab tugaydi. Hayotida masjid kirib boqqan, hayotida bir Ahmadjon Osmon she'rlarini bir yerdan anglab boqqan, yoqunmaydi. Bir vatanparvarlik nutqlari, yoqunmaydi bir vijdonini qo'zg'atadigan diniy tabliğlar. Bu nupus 10-20 yilda o'lab tugaydi. Anadagi ma kevatgan Xitoyning diniy milliy jihatdan tandirishning ta'siriga uchrab, mush bisim bilan o'zini mushundaq ifoda qilayotgan bir nupus kevatadi hozir. Sizningki bu bayoningizdan hem buni shu hayot mamatlik mundaq shibetqa vaqtida Uyg'ur millatining yo'qolish girdobiga kelib qolganligi deb atsak, siz buning sababini faqat Uyg'urlarning mushu devletini asliga keltirishdan iborat mushu
eni, muşu milli eni. Ulanınki tili ve edebiyatı da buluduğallıqını. Ve şundaqla tarihi da buluduğallıqını. Muşu til ve edebiyat yok alsa, bu tarih öşse, bu milli anının mu şunun bilen billa yoqulup ketadiganligini andın Uygurlarning milli mevcutluğunun bu girdapta uzun turmay anga tushib ketadiganligini siz tasavvur qilyapsiz. Lekin bu yerda mundaq bir tajribani eskartib o'taylik. Masalan, Kürtler dünyada 4 davlatga az bo'lganda 4 davlatga bo'linib ketgan bir millat, bir xalq. Masalan, Rossiya burunqi Sovet ittifoqi deylik endi. Andan keyin İran, Türkiye, Suriye qatorliq mushundaq davlatlarda bular bo'linib ketgan xalq. Shundaqla bular bütün tarixida her qandaq bir avtonomiya huquqiga ega bo'lmagan, ya'ni ularning o'z tilining ma'rifi, axboroti, nashriyati bo'lib baxmagan, gazet jurnallari degandek. Shundaq turuqliq ve shundaqla siz hozir eskartgandek bu davlatlardagi Kürtler ayni shu davlatlardagi, masalan, İran'daki Kürtler Parslar bilen, Suriye'deki Kürtler Araplar bilen, degandek, mushundaq qo'y qilishib, Türkiye'deki Kürtler Türkler bilen de degandek qo'y qilishib, mushundaq qilib aralashib ketgan ahvollarni 100%ni egallaydi. Shundaq turuqliq 60-70 yillardan tortib Kürtlarninki milliy ozodlik hareketi hatta bizning ayni vaqtidagi ahvolimizni solishtirganda nima deymiz, farqi pek zo'r. Amaliyotda bizningki ularda bo'lmagan avtonomiya huquqlari bor bizda qanday bo'lsin. Masalan, bizningki hech bo'lmasa milliy ma'rif deyolmasakmi, lekin o'zimizning tilidagi ma'rif, o'zimizning tilidagi adabiyot, san'at, nashriyatchilik degandek. Shundaq turuqliq yana Kürtler o'zininki milliy ozodlik harakatini qilib bir yerlargacha olib boradi. Shundaq bo'lganda sizning hozir Uyg'ur millatining taqdiri haqidagi mushu g'am qayg'ungiz bundaq chiqib aytgan vaqtida mushu umidsizligingiz, tushkunligingiz menimcha ortiq hesaplanamdı yoki behuda bir tushkunlik yoki behuda bir umidsizlik hesaplanamdı. Ben tushkunlik deb ta'riflamayman o'zimni, biroz qo'yib ichida ta'riflayman. Qayg'u asrat. Ko'ngil bo'layotgan, endish qilayotgan mush holatni ta'riflayman. Men umidsiz emas, tushkun emas. Siz emas. Uyg'ur millatining hozirgi ahvolini deymiz. Hayot mamat. Shu Uyg'ur xalqining hozirgi shu bo'layotgan ishlardan qayg'uraman. Bu dunyodagi esil bir millat. Dünya medeniyetiga cho'ng to'hfa qo'shgan, o'zidan boshqa hech bir boshqa millatning bunini qanotib boqmagan, odamgarchiligi bor. Shundaq bir millatning shundaq bir oqibatga Xitoyning qo'lda qolganiga ichinaman, qayg'uraman va bu millatning orzuyum shuni men ogohlantirishimning sababi shu, hozir Uyg'urlarning xuddi Xitoy Uyg'ur xalqini yo'q qilish uchun qandaq top-yakun safarbar bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarningmi buningga bo'ysunmay top-yakun safarbar bo'lib, buningga bir chora tadbir tepib, ma kasalga diagnozni to'liq qo'yib, to'g'ri qo'yib, uning qarta dora. Mana mening ikkinchi qismi bu hamda. Hayot va mamat degan emas, shu birsi mamat, birsi hayotlikni ko'rsatadi. Bir hayot. Shu hayotning agar Uyg'ur xalqi to'g'ri yo'lni tanlasa,
buningdanmi utib chiqadiganligiga bo'lgan ishonchimning borligida magamda aytaman. Muşu to'g'ri yo'lni tasvirlab bera olamsiz? To'g'ri yo'l men bir qismini deyishim mumkin, Ahmadjon Osmon bir qismini deyishim mumkin, boshqa bizdan balkim kecha kunduz tafakkur qilgan boshqa ziyolilarimiz bu aql. To'g'ri yo'l aql bilan uzun muddat strategiya bilan xuddi Theodor Herzl bundan 110 yil burun Avstriyada shunda yolg'iz beshiga o'ltirib Yahudiy davlatini tasavvur qilib Isroil uning plan programmasini qanday qurgan bo'lsa, shu vaqtda nurg'a Yahudiylar qabul qilmagan uni nima da'vatida adashibchi. Shu Yahudiy kongresslar qurultaylar taklif qilgandami, chiqlar qatnashmagan. Shuningcha ya vaqtida Osmon imperiyasining kontrolligida hozirgi Falastin yoki Isroil deganlar hatto u yer tuzuk Yahudiymi yo'q, hammasi qo'landa qilingan. Shunday sharoitda bir ideologiya o'tirib qo'yib, Zionizm deyli, uni Sionizmdan nima desak, anadagi Yahudiy millatining qaytadan kulidan qaytadan tug'ilib tarixdagi o'rnin elishi. Buning diniy nimalar bilan bo'lmaydiganligini shular tonib yetib. Chunki hozir Yahudiy jamiyatining ichida shu ortodoks Yahudiylar va dindor Yahudiylar Isroil davlatiga qarshi. Biz davlat qurmasligimiz kerak, shunday xonavayron yashashimiz kerak. Shunday bo'lganda ularning nazaridagi Alloh bular qutqazuvchi Mahdiy avatidi. Shu vaqtda biz qaytamiz deb shu ideyada turug'liq hozirmi? Shunlashqa buning diniy asoslar bilan bo'lmaydiganligini shu o'zlarining katolik yoki ortodoks Yahudiylarning tushunchasi bo'yicha uni to'nib yetib, buningga bir milliyatchilik tusi bilan yoki kuchli bir ideologiyalik asos bilan buni qilishning dastlabki bir loyihasini o'tirib qo'ydi. O yillarning o'tishi bilan kengaydi, takommullashadi, kamera to'liqlanadi. Bu har soha bo'yicha iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, diplomatiya, ijtimoiy, shu nashriyatchilik hamma narsadan bir Yahudiy uyg'onish uchun qanday qilishning qadam nimalari besiladi. Bu belgilik natija berib Yahudiylar qad ko'targandiki, ikkinchi dunyo urushidan burun qirg'inchilik bo'ldi Yevropada, mahaqbak bo'lib ketdi debchi. Undan keyinmi bular yana kulidan tug'iladi, naminaga taraydi, taragan yerlarda mayli dini o'zgargan bo'lsin, mayli Yahudiy tilini bilmagan bo'lsin, ammo Yahudiylik engi millatga tavallik nimasi Yahudiy davlatini qurishdan iborat, asli keltirishdan iborat bu irodasi sunmaydi. Iroda sunmaydi. Shu sababdan bular birlik keladi, bir yo'l topadi, qanday qilib davlatning siyosatiga ta'sir qilaman, qanday qilib mayada bir kichikina iqtisod bilan oyada yasit bo'lib, bir uy makan, shundoq boshlandi boshlar. Birdan bir bu Yahudiy davlat qurilmadi. Oldi bilan Falastinda yasit bo'lish boshlandi, uy setilish boshlandi, bir ikkidan ko'chash, urushdan bog'lashlar bo'ldi, chiqarib o'tishlar shu vaqtdan bo'ldi. Tirkisha uzun muddatlik bilan. Shunlashqa vatanimizlik ahvol oldi bilan xalqimiz shuni tushunish kerak. Ig'ir, mundaqla bir so'zda irqiy qirg'inchilik degan bilan uningdan olqib ketgan, xalqimizdan ko'rayotgan kuni haqiqatan ig'ir. Oldi bilan ma'ni qabul qilish kerak. Agar harakat qilmasak, xalq shu oqibatga duch bo'ladi. Xitoyning maqsadi shu chunki. Xitoy voy bundaqa tillab qo'ygan bilan g'ulab ketmaydi. Bu dunyodagi ikkinchi bir davlat. Xitoy iqtisodiy jihatdan ojizlig'i bilan vayron bo'lib ketmaydi bu. Ojizlaydi darvaqa, ammo ko'ngillarni gapi bor, o'zlarining tasmasini yeb, muomillarini yeb, quruq shipani ichib hayotda qola oladi. Xitoy uchun davlat hukmi obdan shakllangan millat Xitoylarda. Davlat hukmi bor. Men qiynalsam, hozirgi nimasini davlatini voy mukammal deb maqtamaydi. Eski olsa mening davlatim deydi. Xi Jinping eski olsa mening prezidentim deyiladi. Xitoylarda va davlat qo'ygan uzun muddatlik davlat bosh qo'ygan millatlarda ochqasimi, yalang'och qasimi davlatchilik ideyasi bo'ladi. Birisi Turkiyaning turklarida bor, bir qancha millatlarda shu davlatchilik an'anasi bor. Mo'ng'ullar masalan Chingizxonning davlatchilik an'anasida o'rilib qolg'achqa hozir shunday bo'lyapti. Ammo Xitoylarda bu davlatchilik an'anasi kuchli. Shunlashqa
Şoňlaşka muşundaq bir devletke karşı biz jang kılymyz hemde. Muşundaq bir devletden mustaqillygymyzdy gaýtyryp alymyz. Şoňlaşka buny ilki ýygzaki kork teşvikat bilen ýa-ki andak mundak bir teşkilatnyň ismini ýogan goýaş bilen ýa-ki mundak bir rengaran sözlerni ýyzyp goýuş bilen bolmaýdy. Buny aş asasdan meniň bir kança nimede deýdiginim şu Kanadaga Uygurlarny ýetkeş meselesidirmi? Bir kança çykyş kılgandykdan bar. Çünki Uygur nüfusu bundan keyin asmandan düşmeydi, yerden ünmeydi. Kolumuzda nim boz şu. Türkiye'de belgilik bir nüfus var. Ulanı insanlar u deydi, bu deydi. Toğra, men bazı vaqtda bularni evvela qarab ümitsizlenemen. Ama asmandan düşmeydi başka Uygur. Vatandan çıkan Uygurlar jık farklı Uygurlar çıkıdı bundan keyin. Onu men körewatyma yakından çıkan Uygurlardan. Hiç olmasa bularni ballaryny terbiyeleş ihtimalimiz var. Kanada'nın muharip sistemisi dünyada 5. oranga çıkıp kalgany yok. Ya 1 ya 2 ya 3. oranda turdu. 2 tillik terbiyeleniş ihtimallığı var. Devletnin toluk nemisi var. Kanada'da köp milletlik bir muhit var. Uygurluğunu saklap kalalaydı. Eğer men saklap kalamen de serkadak aile. Muşuna bilen yeterlik bir Uygur intellectual ya ki ziyali ya ki bilimlik adamlarını terbiyeleş gerek. İşinin bir adam terbiyeleşten ötüdü. Hem de dünyanın başka yerdeki ziyalilerimiz var. Hatta kiçikkina tusumu British Columbia'da bir aile var. Mango Tech dep bir şirket, bir kiçikkina bir nime kurup dünyanın hem birdik Uygurlarga internet nimesi bilen Uygur tili ballar öýtüp atdy. Germaniýada bar, Avustraliýadan gatnaşkan, Türkiýeden gatnaşkan başında. Anan diken bir kısım kayrandaşlarımız var. Şu yaşlarımızna kandak terbiyeleş, bir ýakiliş. Eğer bu näsela hazırdan başlap o paçpırat öýe bir ýerde bolatgan işler bir sistemalyk bir nimege ulturup, bir hulgy ulturup uzun müddetlik bir nişan belgilik bir gaýe belgilik bir kadam basquşluk maşundak sistemalaşkan özümizden nimesi bilen ma halkymyzni bir yönelişke xuddi Yahudiler 1900 ýylyna başladyk gaýgandak her kesip boýunça her jahatdan şu Uygur halkyny güçlendiriş. Muşundak bir yönelişke başlamasak bu klassik manadaki devlet müdafiýesi o bu diýen näsle ätüge weýran boluşy mümkin. Muşu mesela sunni akıl ýa-ki bolmaýdy. Bäzi wagtda şundak insanlar hayacanlandırılgan näsler uçurap kalıp torlady. Kiçik ballar şundak uçkurlarny ýasawatga, uçkurlar nurgun näslerini weýran kılıp Demek ki bundan keyin tehnik bilen bolady. Nurgun ylgar tehnik bilen nurgun işlerini uýlamagan derejede weýran kılp boldy. Kompüter tehnikisi bilen bir devletning maliýe sistemisini çökürip etkili boldy. Xitay bu şu internet sistemisinden bir parçası nurgun näsleri internet arkaly bolady. Yani esimizde bolsun 3-4 ýyl burun, 5 ýyl burun atalmış Şinjan Sakçı arxivi üzliginden çıkmadı ama çet eldekiler aşağı Xitayning Sakçı arxivi kirip şularni ep çykdy mesela. Şunun okşaş Uygur halkı gaýtadan özüniň şu ziyaliler, teşkilatlar hemmisi şu koynadan nimboz tökep ma Uygur halkyny bundan keyin kandakymyzy kuruk gelek hayajan nutuklar bilen emas kadam basquşlyk uzun müddetlik eger Şerqi Türkistan ondan burun bäzi bir nimeler özgürüp weziyetler özgürüp mustaqil bolup gasaýr mesela lekin uzun müddetke taýýarlyk kılıp müşlaqymsa Xitay utudy. Biz Xitayning utuşyga şaraitni ýaratyp bermesligimiz gerek. Hiç olmasa vatanda nim kılanmagan bu karşılık nimeleri Uygurluk bir ruhi bu çet elde çok dawamlyş gerek. Yani birden Mesela gepinizi düzeltdim. Muşu noktada yine bir noktaga kelip ikimiz ve körermenlerden anamdaki yine dawamlaşdyryldy. Pek mühim nokta menimçe. Hazır mesela vatanda yüz berip atkan Uygurlarga yürgüzüp atkan Xitay mustamlikçi hakimiyeti Uygurlarga yürgüzüp atkan muş kırgınçylyknynki sizin tabiriniz boyunca etqa wagtyda milli irade sundy ýa-ki sunuş aldyda digen muşundak bir tasawwurny kısak. Demek hazır bizden bütün ziyalilerimiz akıllarımız veya ki milletinin sarkılları ya ki
milliy ongning vakilleri hemmisi türmede hazır. Muşundaq ahval astıda hakikaten siz esketgendek bizning milliy irade haqida vatan ichida gap etishimiz hazır o'rni yo'q, vaqti emas, baldır deb o'ylayman sizga o'xshash. Şundaq bo'lgan vaqtida siz hozir biraz burun esketgendek endi bu ümit yani milliy iradening mashilini o'chirmaslik, yondirib turish vatan sirtidagi, diasporadagi yoki surgundagi Uyg'urlarning zimmasiga tushdi deb qarasak, shundaq bo'lgan vaqtida bizningki hozir vatan sirtidagi Uyg'urlarning birdan-bir nishoni nima bo'lishi kerak u chaqda deganda mushu milliy irodamizni saqlash, mushu milliy irodamizni joriy qildirish, mushu milliy irodani texmo kuchaytirish. Endi mushundaq ishni qilishninki yo'llari qanday bo'ladi bizda vatan sirtida? Masalan, alaylik siz biraz burun esketgan balalarni tarbiyalash, Uyg'urlarni saqlab qolish, chunki siz degan o'xshash bizda ba Uyg'urlar, mushu ba Uyg'urlar vatan sirtida asmandan tushmaydi yoki unmaydi dedingiz. Xo'p, mushu ba Uyg'urlarni mushu milliy iroda bilan tarbiyalamagan taqdirda yoki bo'lmasa mushu milliy irodaga varislik qildirmagan taqdirda demak biz mushu Uyg'urlarni turib qo'yamiz degan gap. Shundoq ekan, sizning qarashingizda mushu milliy irodani gavdalantirishninki metodlari yoki bo'lmasa usullari qanday bo'ladi? Masalan, men mundaq o'ylayman yoki mundaq qarayman. Vatan sirtidagi g'olluq tashkilotlarimizni, ya'ni vatan sirtida bir davlat doirasida emas, ma'lum bir davlat doirasida emas, dunyo doirasida, ya'ni bir qancha davlatlar doirasida, yoki qit'a doirasida, rayon xarakterli mushundaq bir tashkilotlarimizning birlashtirish orqali mushu birlashtirishdan mushu tashkilotlarningki suhbatimizning beshida eskartganiga o'xshash 1992 yildagi Sharqiy Turkiston milliy qurultayiga o'xshash mushundaq bir milliy qurultayni ta'sis qilish yoki mundaq chiqib vaqtida mushu tashkilotlarning kunligini hosil qilgan asosda mushu kunlikda, mushu birlikda, mushu milliy qurultayda anandan keyin biz yo'qolish girdobiga kelib qolgan milliy taqdirimizni va shundaqla sunayotgan milliy irodamizni saqlab qolamiz. Endi mening hozir o'ylaydiganim balkim undan biroz keng doirada. Nima deganda men chet el hayotimning mundaq aytganda 91dan hisoblasak 34-yilni puttirish oldi turman. Men chet elga chiqqanda tug'ilgan bo'lib 34 yosh kirdi. Yosh to'q chet elga chiqqanda men hozir chashlarimiz oqarib 60ga qarab ketyapmiz. Shuna bo'lganda tashkilotlarni hammani taniyman. Nurg'un tashkilotlarning qurilishi bo'lsin, taraqqiyoti bo'lsin, mayli Kanadada, mayli dunyo miqyosida, mayli Turkiyada qo'limizdan imkon shu bo'yicha qatnashdik, ishtirok qildik, tuhfa qo'shdik. Hamda bu tashkilotlarning alqagan masala. Uyg'ur masalan ziyolilar munbarlari bor, akademiya bor. Ulardimi ham ziyolilarning boshqa nima qilishi notayin, lekin hech bo'lmasa u munbarda har xil soha bo'yicha belgilik fikrga ega, o'zining sohasi bo'yicha gap qila oladigan yoki taklif bera oladigan nimalar bor.
Anatki ikinci mühim bir artıqçılığımız bizden hazır dünyanın her xil yerlərdə, miqyasında Uyğurlarning kelgüsü köngül bildigan, başqa milletlerden bolğan siyasi yollar, akademik insanlar, muş işini, muş hazırki mevcut bolğan xalqara sistema, şarait aslında neme qilish kerak, näden başlash kerak, uzun müddetli muşundaq bir tor nimelerimiz bar. Unda bolğaçqa mence en kısa vaqtda onun gibi teşkilatlar yetakçılık kılamdı, başlamçılık kılamdı. Hatta kim bir imkanım bolsa men başlamçılık kılıştım mı nima qilmayman yani başlatmayman. Çünkü Kanada'nın özüde men hazır 6-7 advokat ol işleyman. Hemmisi tanıdık advokatlar. Yani men bir narsani nurg'un qarindoshlarimiz balkim biladi bilmaydi. Bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligi masalasida hamda jiq nimalarni o'sha qonuniy jihatdan jiq narsalarni nima qilib ketdik hamda o'sha qandaq yo'llari bor. Anadagi nimalarni qilish kerak degandek. Mana nimada ekranda shunimiz bir mavzusini ko'rsatlasam yaxshi bo'ldi qarindoshlarga. Last. Buna şöyle mavi çıktı mı? Buna şöyle mesela şu ekranda ne ben bir qarab baqa ekranda çıkmadı mı? Mani çeksem de yo'qolib ketadi ekan. Mayada mana right to statehood, the case of East Turkiston by deyapmiz. Xalqaro advokatlarning Sharqiy Turkistonning davlat qurish yoki davlatni asli keltirish huquqiy xalqaro qonunchilar tarafidan tayyorlangan narsada. Buni inshaalloh qarindoshlarimiz keyinchi ko'ra, men ekranda nima qilib o'tmay bunda ko'rsatib qo'ydim. Qonuniy jihatdan bu belgilik asoslar bor bu ishni xalqaroda ko'tarib chiqishni. Lekin Xitoy qonun taniydigan davlat emas. Bu har qanday egilik huquqiga ega davlat yoki sovereign state yer kelganda xalqaro qonun nima deydi? Amerika nima deydi? Kanada nima deydi? Xiyol olmay o'z bilganini qilaveradi. Xalqarodagi hozirgi mavjud sistema bo'yicha uningga bir jazo yurgizib bu qilmaydi. Davlatlarning egilik huquqi doirasidagi ishda. Bugun Xitoylar, onun üstü Xitoylar Uyg'urlarni asıllık millet deb bu tarafdan asıllık millet demişim ama avtonomiya degan narsani surishti qilsaqmi, o'z bilganini deydi. Ketaverdi masalan. Shu boshqa Xitoydagi bir davlatga bu qonuniy yo'llar albatta muhim. Xitoyni siqishtirdiganga, Uyg'urlarning haq huquqini dunyo miqyosida insonlarning kallasiga yerlashtirishdi bu muhim. Lekin eng muhimi kelganda davlat qurish Uyg'urlarning ishi. Uyg'urlarning nimasi bu davlatni asli keltirish. Buningda bu osmondan tushmaydi bu. Xitoy parchalanib bir kun mundaqla kep qolamdiki, uni insonlarimiz ba'zi shunday tush ko'radi. Quruq tushish o. Xitoy uning oldini elib, shu Bingtuanning qurilishiga qarasak, Sharqiy Turkistonning chegara bo'ylari, anadagi taklimikan bo'ylari, chambarning sirti va ichida Bingtuanning askarlari bor. Askar bo'lmasa-mu. Ya'ni Uyg'urlar taklimikanning atrofidagi Bingtuanning kichik halqasi, ichki halqasi bilan chegara bo'ylaridagi Bingtuanning sirtki halqasining o'ttirida qistildi. Yer kelgani 1930-yillardagi Shunshaydak bir sukudu. Yani ketaverdi. Shunlashqa o'ninga u deganlik cho'qim bo'ladi deganlik emas. Ehtimollikdan nim qilyapman. Ya'ni osmondan tushmaydi bu. Uyg'ur xalqi qo'liga oladi bu erkinlikni. Qo'liga elish uchun har sohada yetishga adam bo'lish kerak. Har sohada shu odam tarbiyalash bir kunlik ish emas. 10-20 yilda bir odam aram bir yerga keladi. Agar Sharqiy Turkistonni men 92-yil Istanbulda birinchi Sharqiy Turkiston Milliy qurultay ishlaganda cho'nglarimizning istiqlol yo o'lim yo ko'rim. O shuarlar hozirmi esimda bor mening. O shuarlarni anglab cho'ng bo'ldik. Ammo shu shuar vaqirdik, jaqirdik qoldi. Sharqiy Turkistonning nimasida bir o'zgarish bo'lgani yo'q. Xitoylar unga tavrab qolgani yo'q. Bu ishlar uzun muddatlik odam kuchimiz har sohada, masalan, hozir dunyoda
Şu İsrail'deki Gazze'de buluvatkan vahşi cinayetler o bu değil. Amerika öyle şu İsrail'e birbirini nime kılıp tiktirip atıdı. Nima dese Amerika'nın şu orunda to'g'ili sağan Amerika'daki Yahudilarning kuchi o'rni. Boshqa narsa emas. Moliya kuchimi natayin boshqa lobby guruhlar qaragan uncha kuchli qilish, lekin axborot sohasidagi, qonun sohasidagi universitetlar, tadqiqot markazlari usubusi degandek har sohadagi yetishgan odam kuchi va bu odam kuchining hammasining o'rtaq g'oyasining bir kanalga qarab eqishi. Mushu narsa Amerikani harakatlantirayotgan narsa. Hozir masalan Uyg'urlarimiz u yerga kelyapti. Birsini aqchi deb, birsini ko'chi deb hammani taraf-tarafga chechivsak, bir kanalga markazlashtiramasak, bu Uyg'urlar yetishidi. Atugan ular o'zining kasbining keyindan ketadi yoki bo'lmaydi, o'zlarining bir orzu, armonlari bo'ladi. Shu bo'yicha cho'ng uydan birini ilib, rahat turmushdan birini ilib, sen nereden keldin? Shu ota-onam Sharqiy Turkistonda bir yerin ketgan. Sharqiy Turkistonni shunchalik xotirlaydigan bir nasl agar diqqat qilmasak yetishadi. Ammo biz shu plan programmasi bo'yicha mayli dastlabda uning nazariyasi o'tirib qo'yilishi mumkin, balkim uni parchalarni bir yerga kelib bir butunlik shakllantirish uchun vaqt ketishi mumkin, lekin bu qadam besilishi kerak. Xitoylar agar sistemalik qadam bosgan holda shundoq vaziyatda ekan va Sharqiy Turkiston xalqi bugun shu ig'ir vaziyatni beshdan o'tkazayotgan, bir nafaslanishga aran qurb etayotgan ahvol ostida biz hamma narsani voy vatanda yana kuchli odamlar, vatanda u faqat xayol, quruq xayol. Vatanda anda-munda gap qilayotgan odamlar bor, ijtimoiy masalalar ustida norozilik bildirayotganlar bor. U vatandagi insonlarning kuchini ko'rsatmaydi. Yoki mahallasidagi bir naqshlik yoki ijtimoiy bir idisini o'tmagan narsalarga u har qanday jamiyatda bo'ladi. U jamiyatda u insonlarning kuchliligini ko'rsatmaydi. Kuchli bo'lish Xitoyni sarsish degan gap, Xitoyni silkitaligida kuchga ega bo'lish degan gap. Bu kuch chet ellarda bor. Oddiy misol berayim. Kanadada 2024-yil 12-oyda Xitoy menga va mening tashkilotimga hamsiga jazo e'lon qildi. Ba'zilar so'raydi, nima deb hamda deb. Chunki bunday oddiylar bir nim beraydi. O'sha Kanada pensiya fondining Xitoyga solgan mablag'i 125 milliard dollardi. 2021-yilda boshlab xilli chiqishlarni qildi. O'tgan yili o'sha Kanada pensiya fondining Xitoydan chiqargan mablag'i, ya'ni chiqarib olgan mablag'i 50% ish ketdi. Ya'ni 60-70 milliard dollar Xitoyga ziyon bo'ldi. Bu bir. Anadan keyin Kanadadagi shu 14 cho'ng Kanada shirkatining Xitoyga solgan mablag'lari va Xitoy bilan bo'lgan tijorati, Costco va Walmart va Akkok degandek cho'ng, bularning tijorat hajmi cho'ngda. Shularni Kanadaning federal tekshirish nimasiga berdik. Bular bu shirkatlar shu 6si Xitoydan ketdi. Xitoydan ketganligini o'zlari bizga shu isbotlab, ba'zi to'xtamnomalarni tuzgandan keyin biz nimimizdan shikoyatda voz kechdik. Bularning Xitoydan ketgan summasi 7 milliard dollar atrofida. Anadan keyin bizning o'sha Xitoyning texnik shirkatlarini jazolash haqida 4 shirkatni Tashqi ishlar ministrligi jazo tadbir diviziyasiga bergan. Yaqinda Hikvisionga Kanadan chiqatlam dedi. Hikvision o'sha dunyodagi Xitoyning eng cho'ng kamera ishlaydigan shirkatida Kanadan chiqib dedi. Shu bir shirkatning yolg'iz Kanadadagi nimasi 2 milliard dollar atrofida ulam emas. Shirkatni sen Kanadaning davlat bexatarligiga ziyonli ish qilding va qilish ehtimolliging kuchli. Shuning chiqibsan dedi. Sabab kuchlikda yerda. Shunlashqa bu sababni Amerikaga, Yevropadagi nurg'un Kanada bilan o'rtaq siyosiy qurilmaga ega davlatlar kengaytirish mumkin. Xitoyni mushundaq har yerdan siqib chiqarish mumkin. Mushundaq narsalar Xitoyni hosiratidi. Ya'ni Uyg'urlar butun dunyoda hamma tashkilotlarning o'xshashligi, manbasi, material manbasi, mutaxassislik manbasi hamma narsa tayyor bo'lishini atayin. Lekin bani o'rtaqlashish
Başkalar da bana bizim Kanadaga tanışaş, Kanada'da bana başkalar tanışaş arkalı topyekun eğer teşkilatlar oturda bu şundaq hareket şekillenip kalalısa o devletlerin nurgun müstakil şeylerin sistemleri var, sot mahkemeleri var, memuri tedbir nimeleri var devletlerin. Onu hareketlendirersen Xitayning nurgun şu Avrupa'daki bir yer nimelerini Kanada'dan başlap sıkıp çıkarış ihtimalimiz var. Bu mesela Xitayning iqtisodiga ta'sir qilib qolmasdan Xitoy shirkatlarining bundan keyingi kengaymishiga boshqa davlatlarda qilib faoliyatiga ta'sir qildi. Ham shu banda Uyg'ur masalasining Xitoyning iqtisodiy qanchalik berib taqishirganligini Xitoylar his qilgan bo'ldi. Shunlashqa meni deganim har jihatdan yolg'iz Uyg'ur tashkilotlar emas, Uyg'ur ziyolilari, akademiyadan har jihatdan kasb egalari, hatto chet eldagi bizga qiziqadigan tadqiqot markazlari, mutaxassislar, olimlar shunda o'tirib 2 kun bo'lamdi, 3 kun bo'lamdi bir yilqi menga gimnastik qilib, fikr yuritib, bu oldimizga 5 yil, 10 yilda nimalarni qilamiz? Uyg'urlarning umumizlik bir profilini chiqarishimiz kerak, chet eldagi profilini. Qanday qadamimiz bor bizning? Qaysi sohada nimamiz bor? Nima kuchimiz nima chet elda? Ojizligimiz nima? Qaysi sohalarda Uyg'urlar chaqqan qisqa muddatda kuchlanaymiz deb, bu shunday bir narsa qilishga ehtiyoj bor. O jim o'ltirib quruq bir narsa yezish bilan Uyg'urlarning taqdiri o'zgarib qolmaydi. Sizningki bu yerda deyotgan masalan nima qila olamiz yoki nima qilishimiz kerak? Masalan, mush oldimizga 5-10 yilda degandiki, mushu nima qila olamiz, nima qilishimiz kerak degan mushu jumlangizdagi ko'plik biz, ya'ni men emas yoki biz bir to'p emas, biz, ya'ni biz deyotganda butun vatan sirtidagi Uyg'urlarni ko'z tutasiz. Shunda bo'lgan vaqtida mushu biz nima qila olamiz degan mushu savolga javob berishning kapolati biz bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizning bir birligimiz bo'lishi kerak. Hozir vatan sirtidagi Uyg'urlarda bunday bir birlik yo'q. Ya'ni her bir tashkilot, her bir guruh, her bir gruppa, her bir jamiyat, her bir jamoat öz aldığa chiqayotgan şekilde. Yani bir xil chechilang'uluq bor. Mushu 5-10 yilda, oldimizgi 5-10 yilda qanday nimalarni qila olamiz degan mushu savolning kapolati uchun bo'lsa-mu oldi bilan birlik har qanday shakldagi. Lekin biz biraz burun so'zlagan mushu milliy iroda, milliy mavjudlikni asos qilgan shakldagi birlikning hosil bo'lishi biz va siz mushu yerda eskartayotgan masalalarning hammasininki kapolati bo'lamamdi yoki kapolati bo'lmamdi. Hem shundaqla mushu to'g'risida sizning yana tafsiliy konkretni bir planlaringizni nima bilan ko'rarmanlar bilan birlikda anlig'imiz var. Yani konkretni plan, mushundaq birlik sep to'g'risida. Hem de mutlak birlik, mutlak beraberlik onun amalga ishini tayin. Çünkü hammamiz chechimiz aqadi, nurg'un ishlarni bishimiz o'tkazdik va fikr o'xshamasligi yolg'izlam ona bilan men ma masalada fikrimiz o'xshamaydi degan yerda qolmaydi. Ona bilan men bir yo'lda mangolmayman degan yerga ketib qoladi. To'xtab tura, Ahmadcha Osmon bilan mana bir yerda fikrim o'xshamagan bilan nurg'a yerda o'xshashi mumkin. O'xshagan yerda hamkorlashib, ma yerda arilay bizda unchalik siyosiy sezgurlik va siyosiy inchkilik shakllanmadi. Bu, ya'ni bu milliy birlikning amalga oshmasligida xalqimizning yoki tashkilot rahbarlarining niyatining to'g'ri emasligidan emas, siyosatning inchkiligini tushunishdiki, seviyede demekçimisiz, seviyede demekçi şundan. Masalan, ba'zi tashkilotlarning hech ikkilanmay meni bir nimalarni deydi hayotida. Bu degan oqchi ko'kchidan boqchidim.
Men akçıkçı demoqchi, ya men undaq emas. Hayotim o'sha millatning xizmati bilan o'tgan. Hamda hozirgi kelgan shu mening qilgan boshqa ishim yo'q. O'sha millatning xizmatini qildim. To'g'ri qilgan yerim bo'lishi mumkin, xato qilgan yerim. Ammo millatga xoinlik qilmadim, mas'uliyat qilmadim. Balkim ba'zi nuqtalarda boshqalardek tushunmagan bo'lishi mumkin. Chunki mening cho'ng'igan muhitim, olgan tarbiyam, o'qigan kitoblarim, shakllangan dunyoga qarashi, boshqalar bilan bo'lgan aloqam, shuningdan inson bir nuqta keladimda. Mening kelgan ko'z qarashim shu nuqtada. U hamma odamning ko'z qarashi bilan birdek bo'lishi notayin. Ammo to'g'ri taraflari bo'lishi mumkin, xato taraflari bo'lishi mumkin. Uni faqat natijaga qarab baho beramiz hamda. Shu sababdan insonlar oldi bilan shu eng oxirida deydigan gapni boshda deydigan narsadan bir voz kechib, hamma tashkilotlar, hamma har qanday qadamga bu so'z ham nimada kuchga ega. Oldi bilan biroz keyingi bir dojib to'xtab tur deyish lozim. Shu insonlarni undan qilaqi yo'q chiqarib o'tmaslik lozim. Anadagi milliy birlik ilaqi quruq narsa bilan emas, bayatim men jiq deb ketganim shu tarafsiz akademiya, ziyolilar, chet el usubusi, mutaxassislar bulardan shakllangan shundoq bir narsa. Balkim ba'zi nuqtalarni bir tashkilot yaxshi ko'rishi mumkin, ba'zi nuqtalarni ba'zi tashkilotlar yaxshi ko'rmasligi mumkin. Lekin nimalar bo'lmasin, qo'limizda shundoq bir narsa bo'lishi kerak. Bir yo'l xaritasi, hozirgidek shundoq hayot mamatlik kriziga duch kelgan mezgilda qo'limizda eng asosiy qiladigan ish nima? Birinchi priority, ya'ni oldin qiladigan narsa nima degan bir tizimligimiz bo'lishi kerak. U shuar asosida emas. Shunami? Shuningda birlik kelish kerak. Anadan keyin bu siyosiy tashkilotlar qarindoshlarmi biroz o'zini sapoda yetildirish kerak. Ya'ni mundaqla bir misol beray. 1923-yilda qurilgan Xitoy Kommunistik partiyasi bilan bugungi Xitoy Kommunistik partiyasi o'rtasida yer bilan osmon emas, yer bilan koinotdek farq bor. G'oyalada farq bor, ish qilish usulida farq bor, kuchida farq bor, unida bor. Lekin bu bir kunda bo'lmadi. Kommunistik partiyaning ichidami har kun yangi ahvolga nisbatan o'zini moslashtirib, yangi ideyalarni qabul qilib, shu 23-yilda qurilgan nizomnomalar hozirgi Xitoy Kommunistik partiyaning nizomiga o'xshamaydi. Uning uchun Xitoyda nurg'un iqlimlar chiqdi, hammasi chiqib Kommunistik partiyaning ma'ni qilaman demadi, fikrlarini ashaga nima qilib, baylashtirib, kengaytib mishak keldi. Ilg'or davlatlardagi nima qarasak, Amerikadagi ichki siyosiy partiya mukammal partiya emas. Ammo fikrlarning, mening masalan shaxsiy fikrimning ko'plarga ma partiya vakillik qildi. Bir qismiga bo'lmasmi deb, shunday ketadigan gap. Ammo %100 meni kerak bo'lsin degan narsa bilan hech qanday birlik olmaydi. Chichlang'iliq bo'ldi. Ammo hozir hamda Xitoylar top yakun bo'lgan ekan, xalqimiz qarshi shu xalqimizni tarix sahnasidan o'zining milliy irodasi bilan tang yo'q qilishga top yakun safarbar bo'lgan yerda Uyg'ur xalqimi har qanday mas'uliyatchan odam buning safarbar bo'lishi kerak. Hozir bundan keyin hamda Xitoylar 2017dan 2024gacha bo'lgan aralıqdagi bir siyosiy muhit xalqaro yo'q. Başka bir siyasi muhit var. Eğer hazırki siyasi muhit şuna devam qilib ketsa, balkim Uyg'ur davosinin en üstün noktası şu 2018'den 2023gacha bo'lgan 5 yil hozir tövanga tushish bosqichiga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Ham shundan ko'rinib o'tadi. Hamisha dunyoning kun tartibi bir yer turmaydi. Uyg'urlarning bilan shu gazetlarning bosh sarlavhasidan televizor xabarlarining bosh moda solib yer ilayvermaydi. Falastinning masalasi chiqdi, Ukrainada urush chiqdi, bir yerda birdan bo'ladi degandakchi. O'zgarib turadi. İnsanlarning, davlatlarning kun tartibi o'zgarib turadi. Agar shunday bo'lgan ekan, biz bu reallikni qabul qilib, hamda o'z ichimizga biroz tortilib, ish qilishdan burun nima ish qilish? Anadagi nurg'un qarindoshlarimiz da'vo qilish bilan xizmat qilishning o'rnini almashtirib qo'yaylik. Bu tashkilotlarda men qurultayda mishkush qatar dedim. Xizmat qilyapamdik, da'vo qilyapamdik. Xizmat qilishga aytdigani ayishg'in qiladim, uyaga bordim, kun tartibda bir chaqaga yerlar va shuni qildim, tugidi. Da'vo qiluvchining bir kun tartibi bo'lishi kerak-da. Mening kun tartibim nima? Uyaga borsak, ularning kun tartibiga boramiz, ammo bizning kun tartibimiz nima?
Biraz vaqt kessimi, biraz kuch kessimi. Men ma bir programmani planladim, agar mani amalga oshsa, mundaq xalqimga foydasi ol deb bir kun tartib bir kanal bo'yicha ilgilashimiz kerak-da. Bu shu o'zimizning kun tartibi programmasi bo'yicha mansaq vaqtida da'vo qilgan bo'lamiz. Bo'lmay qolib qolsa, palani bir xabar chiqdi, xabarlarga inkos qaytirish yoki boshqa yerda bir yig'in bo'ldi, yig'inlar o'sib onun bilan o'zimizni charchitib qo'yamiz. Nurg'un energiya ketadi, nurg'un iqtisod ketadi, nurg'un haqiqatan adam charchizdigan ishlar bilan. Ammo eng oxirida qarasak, natija qo'lga chiqqan natija bo'lmaganligini ko'ramiz. Masalan, qurultayning eng yaxshi kun tartibidan birisi Uyg'ur milliy erkiy qirg'inchilik sudi. Mayli haq nima desa desin, u yerda net 100 ming betlik material tarjima qilindi, tayyorlandi. Arxivda turdi. Nurg'un guvohliklar berildi. Uning chiqqan natijasi oq olsun, ko'k olsun. Bir sistemlik bir narsa shakllandi. Anadan keyin Angliya sotida Angliya tamoyilchini da'vo qilish masalan. Ma bir kun tartib, bir natija bo'ldi. Shuning o'xshash tashkilotlarimiz ana mayli bir-biri bilan urush, talash, tortish qilsa, o'sha tashkilotlarning bir kun tartibi bo'lishi kerak. Men xalqim uchun men shuni amalga oshiraman deydigan. Uning 1 yil ketamda, 3 yil ketadi. O'sha 10 ming Uyg'urning masalasi 2017-yil chiqqan, hozir kelyapti-da. On dedi, bun dedi. Ammo bo'lyapti. Demak, ishni to'g'ri qilsang natija chiqadi. Japalik, oson emas. Uyg'urlarning Kanadada saylam natijasini o'zgartganida ovozi yo'q, siyosiy partiyalar bisim qilgan. Faqat bu yerda to'g'ri siyosiy strategiya tutib, uni to'g'ri nuqtadan shu Kanadaning mavjud sistemasiga ilnashtirib buni. Shundaq siyosiy partiyalar o'tirdimi, bir coordination yurishlashgan bir nimani ijro qilib, munosabatni shakllantirib, shuna bo'lsa, demak natija chiqadi. Nurg'un ishlardan natija chiqadi. Bu Uyg'ur davosining umumyuzlik, shundaq davlatlarning siyosatining bir partiyasiga aylanib ketmasa, har kuni nima qilgacha bir qonun yo siyosatga aylanib ketsa, biz uni keyinda mamlakatni ijro bo'ladigan masalan, majburiy emgak mahsulotlari yoki boshqalar degandek. Bu hamda vaqtliq idoriy va qonuniy tadbirlar. Lekin Uyg'ur xalqi uni bilan hozirgi sharoitda shuni bilan bir qanoat hosil qilsa, bu kelgusimiz yaxshi bo'lmaydi. Mening nim qilganim tashkiliy faoliyatlar, xizmatlar yoki tashkiliy ramkichidagi da'vo, talking point deb qo'yamiz, inglizcha. Ulam emas. Agar biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi bizning g'oyamiz bo'lsa, ki shunda unda bo'lsa buning nimalari? Shuni qanday qilamiz? Nima lozim bizga? Odam kuchi qaysi sohada lozim? Kelgusida qanday qilamiz? Hozirdan boshlab shuning asosini necha vaqtdan beri Uyg'ur xalqi 20-30 yil so'zladi hamda. Hamda uning asosini bir nazariya asosini yoki bo'lmaydi, o'sha Uyg'ur xalqining o'sha Xitoyning top-yakun yo'qotish qarta mavjudligini va o'zining davlatini asli keltirishni iborat irodasi bilan shuni saqlab qilib davomlashtiradigan bir milliy strategiya ehtiyoji bor deb shuni nim qilyapman. Uning konkret nimalari qanday bo'ldi? Men bir fikr o'tirib qo'ydim. Ziyolilar, akademisiyanlar uni talash-tortish qilish mumkin. Her tarafdan fikir tushishi mumkin. Siyosiy nuqtalardan bu, iqtisodiy jihatdan bu, diplomatiya deganda, qonun jihatdan deganda. Her jihatdan fikir tushishi mumkin. Uni bir suzib o'zimiz qaysini qila olamiz hozir qisqa muddatda, o'rta muddatda qaysini. Shunday bir muzokara bo'lganda, anadagi bu plan suzilib o'tirib chiqadi deb qarayman. Hozir men va ko'rarman sizga so'zingizga ergashyapmiz. Mushu ergashishda oldi bilan bizningki bayqaganimiz Xitoy mustamlakachil hokimiyati Uyg'urlar ustida yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik Uyg'urlarning milliy mavjudligini cho'ng tahdidga uchratdi va shundaqla Uyg'ur milliy irodasini sundirib qo'ydi. Biz endi mushu reallikdan chiqish qilib
vatanimizda biz ko'zlagan g'oya va nishonlarning amalga ish ehtimoli asosan yo'qligini ko'zda tutgan asosda vatan sirtidagi Uyg'urlarninki sizning suhbatingizdan so'zingizdan biz xulosalagan milliy mavjudlik va milliy iroda mushuni saqlab qolish, mushuni kuchaytirish va rivojlantirish. Endi mushu yerga kelgan vaqtimizda milliy iroda bo'lamdi, milliy mavjudlik bo'lamdi. Bu shaxsiy ko'z qarashlarga, shaxsiy alohidliklarga va shundaqla ma'lum tashkilotlarga, ayrim tashkilotlarninki yo'nalishlariga, qarashlariga, planlariga bo'ysunmaydigan va yoki cheklanib qolmaydigan mush qarashlar bilan bir umumiy bir prinsip, ya'ni millatning umumiy bir prinsip. Shunda bo'lgan vaqtida siz biroz burun eskartgan, masalan, ba'zi tashkilotlarninki sapa meselesi va yoki ba'zi tashkilotlardagi rahbarlarninki masalan qarashlari va yoki bo'lmasa ularninki kurash qilish metodlari, usullari degandek. Menimcha bularning hammasi milliy iroda va milliy mavjudlikning oldida ikkilamchi narsalar. Ya'ni ikkinchi o'ringa tushib qoladigan narsalar. Shunda bo'lgan vaqtida shu milliy iroda bilan milliy mavjudlikni saqlash uchun mayli ziyoli bo'layli vatan sirtida, mayli shaxslar bo'layli, mayli odatlik odam bo'layli, mayli yozuvchi shoir bo'layli, mayli siyosiyon nima deymiz, aktivist faoliyatchi bo'layli va yoki tashkilotlar bo'layli, gruppalar bo'layli, guruhlar bo'layli, jamiyatlar bo'layli, jamoatlar bo'layli, hammamiz mana shu prinsipda birlik kelishimiz kerak. Birlik kelmasak bo'lmaydi. Chunki shu tahdid, siz dastlabki suhbatning beshida o'tirib qo'ygan shu tahdidning oldini olish va shundaqla Xitoyning shu g'olibiyatini Uyg'ur millati ustidan keltirib chiqaradigan g'olibiyatining oldini olishi va bizningki mag'lubiyatimizning oldini, milliy mag'lubiyatimizning oldini olishimizda bu prinsip bizning har qanday shaxsiy manfaat, shaxsiy qarash, shaxsiy turmush, shaxsiy metod, shaxsiy har qanday shaxsiy va tashkiliy narsalarimizni tutib turish kerak. Shunda bo'lgan vaqtida endi biz siz bilan o'tirib o'ylashadigan oxirgi masalamiz shu milliy iroda va shu milliy mavjudlikni saqlab kelishning chorasi bo'ldi. Shu chora biroz burun siz eskartib o'tdingiz bu choralarning nimasini, lekin shu eskartganlaringizning ichida yana bir xil qandaqdir bir o'rtaqlikni, birlikni vatan sirtidagi Uyg'urlarning va tashkilotlarning shu birligini, o'rtaqlikni ko'rolmadik, men va ko'rolmayman. Shunga shu chora haqida siz yana bu oxirgi savollarimning biri bo'ladi. Irqiy qirg'inchilikning Uyg'ur millatiga keltirayotgan shu tahdidining oldida shu choraning maydonga kelishi, amillishi ehtimolligi, mumkinchiligi qayerga chiqdi? Men uni kuchlik deb qarayman. Chunki Uyg'ur xalqi o'zlari his qilmoqchimi, lekin ba'zi masalalarni hozirmish paranglashgandek biroz eskarsak, chunki xalqimizning kallasi chechilangu hozir. Hamma odamning kallasida o'xshamagan
dert alam chigara alqıgan bastırışının təsiri həmmə ailədə oxşamağan şəkildə yani xalqımızın jürgüge olturab ketken bir azap oqibətinin jığındısı var. Şolaşqa bəzi məsələ haqida həmmisi biz bilan oxşaş çunqur oylab yoki biz küzetkendek xulası kelishini atayın. Qarindaşlarımız ijtimoiy taratqularga qarasak, her kunlik bir vaqaga inkas qaytiryapti, achchig'ini ifodalayotir. Uning yiltizi bir yerda qolyotir, to'xtab turadi. Nim bo'ladi. Biz suning yuzaki narsalarga qarab o fikir birlik shakllantirmaymiz. Bu suning yuzaki axlat chavolarni keltirib chiqargan ayani bir kuch var. Biz anaga merkezleşishimiz gerek. Şoňlaşqa halkymyzga to'g'ri yo'lni ko'rsatkanda mençe hammasi bo'lmasimi ko'plari bir yakil deb qarayman. Anadan keyin mening maqsadim qandaqdir tashkilotlarni birlikka keltirishmi emas. Hech bo'lmasa hamma tashkilotning oldida bir milliy g'oya. Mayli to'liq hammani qabul qilsin yo bir Onu kim o'ttirib qo'ydi? Sizningcha ziyolilarmi? Ziyolilar va shu chet el mutaxassislari degandek bizning o'xshash shundoq beshidan masalan Estoniyadan yaxshi tanishlarim bor mening. Bularning beshidan Sovetlar vaqtida ishlar o'tgan. Bularmi Baltik өлкәләре, Ruslardan biraz farqli. Milliy mustaqillikni asli keltirish haqida mang'an yo'llarimi biraz farqli. Bularning millatini qilish haqida. Bulardan aladigan ba'zi bir maslahatlar bo'lishi mumkin. Masalan, Yahudi jamoatida nihoyatda aktiv bo'lgan tarbiyalaydi bularni. Anadan keyin shu ba'zi tarixiy materiallarni o'zimiz ko'rib his qila olamiz. Masalan, shu zionizm ideyasining qanday shakllanganligi, nimani oldingi planda qo'yganligi dastlabki mezgillarda. Ba'zi qarindoshlarimiz milliy mustaqillikni pek cho'ng xalqlik narsalarga taqilishi mumkin, lekin kichik ko'rgan nuqtalardan boshlash mumkin nurg'un millatlarning. Biz voy bu kichik masalalar ekan-ku deb ko'zga ilmagan masalalar amaliyotda xalqlik uzun muddatda xalqlik bir meva beradigan masala bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu masala kelganda ham ziyolilarimiz biraz bir tema sifatida buni bir tadqiq qilib, bir menga o'rgatish kerak. Anadan keyin sirtdan va o'zimizning adiblarimiz, tashkilotlardan hammasidan bo'lib 2-3 kunlik shundoq bir kontak bir yerga kirib hammamiz shundoq bir narsani o'rtaq shakllantirishimiz kerak. Shakllantirgandan keyin tashkilotlarimiz o'rtaq harakat qilsa amenna, xo'sh bo'lamiz. Agar bo'lmasa-mi, to'xtab turaman, tashkilot sifatim bilan sizlar bilan bak fikrim o'xshashmaymiz, lekin hech bo'lmasa bu ikki moddada men ustimga olaman deyalisam-chi. Bu modda. Hozircha o'rtaqlashib bir fikr, bir zaminni, bir munbar shakllantirib, fikr almashtirgancha balkim bir-biriga sig'otishib oxirida biz birlashib ketamdi. Ammo paranglashmagandan shuna o'rtaq munbarni bo'lgani yaxshi. Anadan keyin xalqimizga hozir qarasak, men sotsial medialar ba'zida qarayman, aldirabla insonlarga qalaymagan bir. İnsanning hayoti uzun bir hayot. Hozirgacha yaxshi degan adam balkim erta biz ayiblaydigan adam bo'lib chiqishi mumkin. Hozirgacha oqchi ko'kchi, dumbaqchi deb biz so'zning eng yomon va haqoratlagan adam erta o'gun milliy qahramon bo'lib chiqishi mumkin. Bu hayot muqim bir narsa emas, dinamik bo'ladi inson hayoti, o'zgarishchan bo'ladi, insonning ko'z qarashi o'zgaradi, insonning masalalarga tutgan nimasi o'zgaradi. Ba'zi vaqtida bir valladan kallasi yorib, burun qilgan narsaga ham pushmon qilib, o'tdak iroda bilan ba'zi ishlarni qildi. Shunlashqa bizning qarindoshlarimizni deydiganim insonlarni unday kategoriyaga olamiz. Anadan keyin ba'zi hozir bir jamiyatimiz bo'layotgan nurg'un narsalarga o'xshamagan nuqtadan insonlar o'xshamagan xulosa kelishi mumkin. Uni ayibga bo'yinmas kerak. İnsoniy nuqtadan masalan vatanga berayotgan nuqtalar adam qarasak, insoniy nuqtadan bir xulosa kelamiz. Tashkilotlarni tutgan siyosiy nuqtasidan qarasak boshqa xulosa kelamiz. Ki men ularni hozir shunday bor ekanlarni targ'ib qiluvchi yoki qo'llovchilardan emas, lekin qonuniy nuqtadan qarasak boshqa xulosa kelamiz. O bir tayoq bilan haydaydigan masala emas. Buningga o'xshamagan fikr berganlar masalaga o'xshamagan nuqtadan qaraganlar. Shunlashqa masalalarni undaq qilib kategoriyaga qilib ochiq sir kerak, hammani oqchi ko'kchi dumbaqchi deb qilmaslik lozim, chunki shularning ishidan aytilgan bu qarindoshlarimiz nurg'un
isil işlarni o'tirg'i chiqarishi mumkin. Uyg'ur xalqida xoini oz bo'ladi, lekin nimalari bir jim turgan bilan yirik kelganda har bir Uyg'ur xalqida bir potensial ko'raman. Vijdon potensiali hammadamda bor. Onu faqat uyg'otish masalasi, lekin biz xalqimizni quchoqlashimiz kerak. Bu Uyg'ur xalqining Uyg'ur tarixida misli ko'rilmagan bir facialarni beshini o'tkazyotdi. Bizmi tang ularni dumbalamay, ularning xato ketgan yerlarga fursat berib bir mezgil bularni vatandan chiqqanlar bir mezgillik bir eslik kelish nimasiga ehtiyoj bor. Bugün kelib ertesi biz bilan tanglim qila olishni atayin. O yaşagan hayatları asan hayat emas. Şonlaşqa qarindoshlarimiz Xitoyning depiga aldirab usul o'ynamas. Xitoy dal bizni shunday qildi. Bir-birimizni tillab, birimizni aqshi dumbaqshi deb. Bundaq vaqtlarda xalqimizga tushgan vazifa shu biroz to'xtabdi. Bugun ma inson ma xato balkim erta buning bir nimasini qilib qiladi deb bir orzu bilan. Ammo tashkilotlarga qatnashgan qarindoshlarimiz belgilik siyosiy vijdon jihatdan bir sezgirlikka ega yoki o'zini to'xtab turib men mana shuni qilishim kerak deb shundoq bir turtki ostida siyosiy tashkilotlar kiradi yapuradi hamda. Unda boshqa bularda belgilik bir siyosiy sezgirlik bor degan gap. Bu qarindoshlarimizmi yoki Xitoylarning bir mush Uyg'urlarni bostirishda qo'llangan bir nimasi bor. Go'jali yo'daviysi deydigan. Davlat manfaati hammani besib tushadi deydigan. Sharqiy Turkistonning milliy manfaati hammani besib tushadi. Mush nuqtaga kelganda o palonchining yuzi cho'ng, o nima emas. Millatimizning manfaati kelganda milliy manfaat har qanday narsani besib tushadi. Shunlashqa buni esimizda saqlash kerak. Anandagi ikkinchi ehtiyot qiladigan narsa shundaq xalqlik paytlarda Xitoy bizni siyosiy nuqtalardan balkim bo'lib urib qilgan bilan siyosat u iymon etadigan ish emas, insonni ko'z qarash o'xshaydi bir yakka qoldi. Lekin diniy nuqtadanmi hozir bizni bir-birimizga tushiradigan shunday narsa ketib bordi. Bunada bizning ba'zi vaqtda men Turkiyada markaz qilgan shu diniy ulamolarga tanqidlarni ilib boraman. Hozir bizning bu diniy ulamolarimizning ba'zi o'tirib qolgan fatvolarga qarasak, nima deymiz, qattiq Taliban şeklideki ba'zi nimalarni shuna bir. Ulardanmi chin yer kelganda nima qilmayman chunki bu fatvo kalladan bosh shundan chiqadigan gap. Bu qarindoshlarimiz o'qigan kitoblari shu, kallasining og'an nimasi shu. Bir odamning mengasining kapasitesi bir stakanchilik bo'lsa, dengizdan bir stakanchilik suv oladi. Bir chilakchilik kapasitesi bo'lsa, dengizdan bir chilakchilik suv oladi. Bu qarindoshlarimizning o'qigan bilganimiz shu. Fanniy jihatdan yetishmagan, kalla ichilmagan unda bo'lg'achqa ba'zi narsalarga bergan baholar qaraymiz, insonni umidsizlantiradi. Bu narsa ertagan o'sha millatimiz orasida diniy va ba'zi liniya bo'yicha ayrimchilik, anadan keyin shundoq yerilish, yimirilish, to'qinish paydo qiladigan hol kelsa, Xitoy uchun bayram bo'ladi. Shunlashqa o qarindoshlarimizni Alloh majbur qilmagan narsani bu qarindoshlarimiz insonlarga majbur qilmaslik kerak. İnsanlarımız o'zi xohlagancha singdira tushuna nimaga e'tiqod qilsa, nima yo'lni tutsa shunda tutqani yaxshi. Bo'lmasa jamiyatda men ba'zi nimalarni shu Kanadada ko'ryapman. Qarindoshlarımızdan ba'zilari hatto yinkaganlarning kallasiga shundoq bir mission tiklab olgan. İnsanlar meningdek bo'lish kerak. Mendek bo'lsa hidoyatga erishgan bo'ladi. O'zini Allah'ın hidayetiga erişdiki bir ölçem qilib olgan. Bundaq islomiy nuqtadan qarasak bu o'tib ketgan kufrlik bu. O'tib ketgan kibrlik. Sen o'zingning qilmishining Allohning irodasiga vakillik qilganligini qanday bilsan? Sen Allohning irodasiga vakillik qilgan kim bo'lsan? Balki eng xatosi seningdir. Lekin qarindoshlarimiz bu masalada shunchalar kibrlikda haddidan oshgan qarindoshlar mening qilganim Allohning eng to'g'ri yo'liga vakillik qildi. Ya vakillik qilishni atay. Sen bilmaysan bunu. Sen bilmaysan. Şunlaşqa tugün eğer qarindoshlarimiz o'zining o'z hayotini o'zi yashasa, onun hech kimda dayg'ini yo'q. Ammo boshqalarni mendek
hidayetke erishish kerak deb boshqalarga tengishga boshlasa buni bizning turmush odatlarine diniy qarashlarni bu majamiyatdimi biroz to'qinishga sabab bo'ladi. Bu Uyg'urlar arzidimi to'qinish sabab bo'ladi. Shunlashqa hisobni Alloh olsin. İnsanlar hesabını emmiş Allah'a versin. Bizden qarindoshlarimiz bir-biriga hurmat qilsin, bir-birini söysin, mehr shafqat ko'rsatsin. Hamkorlik o'rnatqidek darajada bir-biriga yaxshilik qilsin. İnsanlar bir-biri bilan yaxshilik qilishga majbur. Biz Uyg'urlar nim bo'lishini qat'iy nazar siyosiy ko'z qarashi diniy inson sifatida ularga tashkilotlarga tushgan vazifa shu, ana ziyolilarga tushgan vazifa shunday qiyin sharoitda xalqimizga chiqish bir mayak, bir yo'l ko'rsatkichi, bir narsani o'tirib chiqish kerak. Uyg'ur ziyolilar mushu vaqtida so'zlamagan ziyolilar qachon so'zlaydi? Bu vaqtida kalla jugatmagan ziyoli qachon jugatadi? Hozir ehtiyojimiz bor. Siyosatchilarmi belgilik bir narsani biladi. Ammo Uyg'ur ziyolilarining mutaxassislashgan bir nimasi bor. Hamma yerdan bir yer kelib o'qigan kitoblari jiqroq, shunlashqa tarixda shunday avval kelganda qanday ishlar bo'lgan. Biz bilmasak biladiganlar kim o mutaxassislarni chaqirib har kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik deb so'zlab berishning o'rni yo'q. Bundan qutulishning yo'li qaysi? Ma'noga biroz markazlash kerak. Mening demoqchi, biroz hozir shu 3-4 oydan beri kallamda xalqiliq bir masala sifatida tafakkur qilayotgan narsam shu. Rahmat. Rahmat. Bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashadi. Sizga ko'p rahmat Muhammad To'xtapandi. Shundaqla hurmatli ko'rarman, anglarman sizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelarki men shundaq qarayman, programmamizda ko'rishaydi. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Allohga emanet, amonlarga ko'rishguncha Alloh amonlik qilsin.